Yaxshiroq mashina haydayman deganlar uchun Hyundai Starex avtomobilini ko'rsataman. 2007-yilda ishlab chiqarilgan ekan, 2.4 atmosferli benzin motori bilan jihozlangan. Mashinaning holati zo'r, zavod benzin. Tagida 4 ta 30 tali balonidan bor ekan, metan gaz, hamma narsasigacha zo'r holatda turibdi mashinani. Arzilmagan ishlari bo'lishi mumkin, variantli, uni ham holati zo'r. Uchinchiga buziladigan mashinadan ham emas. Kondisionerlar ishlayotgan, shu bitta freon qo'yib yuborsa yaxshi holatga kelar ekan. Bu mashinani ancha joni vaqt mashinadan bittasi. 2007-yil Hyundai Starex bemalol ko'rib ko'rsatib tekshirib proyekt olishingiz mumkin. H1 model versiyasi ham juda prostoy emas, holati zo'r. Long versiyasi. Sizlarni ko'rib olishingiz mumkin. Orqa stenasini olib tashlaysanglar, yagona dachadan ruxsat olsanglar, bemalol B kategoriya bilan haydasanglar bo'ladi. Juda ham oson. Ja unaqa qiyin emas B kategoriya bilan to'g'rilab olish. Bu mashinani olib maza qilib haydashingiz uchun bor yo'g'i 5900 ga beraveramiz, bosib yuboringlar.